Oziqlik qiymati intayin yuqori bo'lgan yong'oq tortininki yana bir xil tayyorlash usulini sizlarga mahrlab ep keldim do'stlar. Yurak berib saqlab olgandan keyin sizlarni uyda bir qatim sinab yiqinglar. Tayyorlash usulimi shunchalik bek oddiy. Ketarli materiallarni mush bo'yicha tayyor qilib olsanglar bo'ldi. Tayyor qilib olgan pakiz bir qachimizga 5 tal tuxumni to'kib, taksi bir aralashtirib etgandan keyin shakarimizni 3 bo'lakka bo'lib, videoda ko'rsatilgan bo'yicha 10 minutdan 15 minut atrofida yaxshi ko'ptirib olamiz. Mana mushtandek oppoq holatga o'tgan vaqtda un bilan sodani to'kib, undanchilari to'liq tuguvchi holatda yaxshi aralashtirib olamiz. Undanchilari to'liq tugagan vaqtda ushoq ezilgan yong'oq mig'izi, hasalni to'kib, buni o'xshashlar yaxshi aralashtirib olamiz. Yong'oq tortini tayyorlash shunchalik bek oddiy do'stlar, boshdan oxiri ko'ptirib aralashtirib saqlam bo'ldi. Endi may so'mirish qog'ozimizni duxovkasimizga qo'yib olgandan keyin, umuchimizni to'kib, qo'limiz bilan yenik ishkini urib etgandan keyin 160 gradusda yarim soat atrofida pishiramiz. Vaqt to'shqandan keyin o'xshash cho'nliqda 2 parchaga bo'lib olgandan keyin har bir parchasining orasiga iris yoki hasalni tekshi qilib surkab, ustiga yana bir parchasini yepib, buningga o'xshashlam irisini surkib olgandan keyin ushoq ezilgan yong'oq mig'izlarini chechib etib, o'zimiz yaxshi ko'rgan shakllar bilan to'g'rab iste'mol qilsaqlar bo'ladi. Ha, rost duxovkani oldin qizitib olishni hargiz unutib qolmanglar, jummo.